Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Biz bugun amaliy darslarimizdan biri bo'lgan insondagi moddalar almashinuvi, ya'ni metabolizm mavzusini to'liqroq o'rganish va amaliy jihatdan o'rganish uchun Toshkent shahridagi sport tibbiyot markaziga tashrif buyurdik va bu yerda oliy toifali vrach Shavkatullo aka Turdaliyev bilan bilvosita kalorimetriya usuli haqida batafsil gaplashamiz. Aynan bu yerda metabolograf apparati bor. Bu apparat Toshkent shahrida, butun O'zbekistonda yagona bo'lgan apparat hisoblanadi va mana shu apparatda biz insondagi kunlik metabolizm sarfini qanday qilib hisoblashni ko'rib chiqamiz va amaliyotda tanishib o'tamiz. Videomiz qiziq bo'lsa, bizni oxirigacha kuzating va biz Shavkatullo akaning xonalariga ketdik. Mana do'stlar, biz oliy toifali diyetolog vrachimiz Shavkatullo akaning xonalariga ham kelib oldik. Assalomu alaykum Shavkatullo aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Shavkatullo akaga avvalambor videoni boshida o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Mana shu metabolizm mavzusini amaliy jihatdan o'quvchilarimiz uchun o'sha tushuntirib berishda o'zini yordamini ayamaganligi uchun o'z minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Shavkatullo aka, avvalambor buncha sizga rahmat. O'zingiz haqingizda bir qisqacha o'quvchilarimizga bir tanishtirib o'tsangiz. Xo'p, meni ismim Shavkatullo, familiyam Turdaliyev. O'zim mana shu Respublika sport tibbiyot ilmiy amaliy markazida diyetolog lavozimida ishlayman shu bilan bir qatorda shu bir vaqtning o'zida shu Toshkent tibbiyot akademiyasida kafedrada assistent lavozimida ham ishlayman. Mana men o'zim metabolizm mavzusini o'quvchilarimga nazariy jihatdan tushuntirib berishga harakat qilganman, lekin baribir bu yerda siz mutaxassis sifatida amaliy jihatdan o'zi metabolizm deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Jaydar tilda bir bizga tushuncha bersangiz. Xo'p, metabolizm deganda moddalar almashinuvi, ya'ni biza yursak, harakat qilsak, hattoki tinch holatda ham biza organizm motorda ishlaydi. Hech qachon organizm to'xtab qolmaydi. Mana shu narsa o'zi biz ikkita guruhga ajratamiz. Buni menimcha o'quvchilar bilsa kerak, ya'ni katabolizm hamda anabolizm. Aynan mana shu guruhlarini hisobga olgan holatda, ya'ni qisqacha dehqoncha qilib aytadigan bo'lsam, metabolizm bu moddalar almashinuvi, organizmdan tashqi muhitdan qabul qilib, ichkarida o'sha qabul qilgan mahsulotlarimiz parchalanib, bizga energiya hosil qilishini biz moddalar almashinuvi deb aytsak bo'ladi. Ya'ni bu dehqoncha oddiy usulda tushuntirganmiz. Tushunarli. Mana shu insonda masalan bir kunlik energiya sarfi bor deyapmiz-ku. Mana tashqi muhitdan qanchadir oziq olamizda, keyin uni tanamizda o'zgartirib, tashqariga qaytarib chiqaramiz qoldiq mahsulot ko'rinishida. Mana shu energiya sarfini o'lchashda bir necha xil usullari bor-da. Masalan, biza bevosita kalorimetriya bor, bilvosita kalorimetriya yoki taxminiy hisob-kitob usullari bor-da. Shularning ichidan eng amaliy jihatdan biz uchun qulay va eng aniq bo'lgan usul qaysi usul? Shu metabolografiya usuli hisoblanadi. Ya'ni hozir aytib o'tgan usulimiz, ya'ni bu usulda qanaqa bo'ladi? Ya'ni siz och qorinda kelishingiz kerak bo'ladi. Bunda turli xil formulalar ishtirok etmaydi hech qanaqa. Bu yerda apparatni o'zi nemitskiy apparat bu. Siz och qoringa kelasiz, 15 minut tinch holatda o'tirmaysiz. Yotgan holatda maska taqiladi. Ya'ni maska taqish nima uchun? Sababi bizni nafas olgan vaqtimizda kislorod qabul qilib, nafas chiqarganimizda karbon angidrid ajratamiz. Aynan shu apparat shunga moslanganki, ya'ni biz olgan kislorodimiz hamda chiqargan karbon angidridimizni miqdori koeffitsiyentiga qarab, organizmdagi tinch holatda qancha kaloriya sarf qiladi shu narsani hamda oqsil, yog', uglevodlar qancha sarf bo'lyapti, shuni ko'rsatib beradigan usul bu metabolografiya usuli hisoblanadi va bu usulni orqali metabolograf orqali bu usulni amalga oshirsak bo'ladi. Keling, mana shuni hozir, masalan, men amaliy misolni bir ko'rsatib bera olasiz. Masalan, men bemor rolida, mana bugungi kunda men tanam qancha tinch holatda energiya sarflayapti, shuni biz apparatni birinchi bir batafsil tushuntirib o'tsangiz bizga, keyin meni misolimni tushuntirib bersangiz. Xo'p, men hozir apparatni qisqacha tushuntirib o'tmoqchiman, chunki har bir bemor kelgandan keyin biz registratsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni registratsiya qilishda xo'p, nimaga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi o'rinda familiya yoziladi. Masalan, familiyangiz kim? Erkayev. Erkayev. Ismingiz? Qurbonali. Hop, Qurbonali. Endi tug'ilgan yil, kun, oyingizni aytib o'rasiz. 07/04/98. 04/98. Bu yerda keyin jinsam muhimi, jinsam tanlash kerak. Обязательно bu yerda jinsi ham tanlanadi. Bo'yingiz qancha? Bo'y 180. 180. Vez 87
2 kilogramm. 82 kilogramm. Xo'p, bu yerda bu punktda biz maska tanlaymiz. Ya'ni sizga taxminan medium, ya'ni medium o'rtacha maska to'g'ri keladi. Agar masalan bizda har xil bemorlar kelishi mumkin. Misol uchun 200 kilolik bemorlar ham kelishi mumkin. Xohlaysizmi yo'qmi, ularda tana katta bo'lgandan keyin bosh qismi ham katta bo'ladi. Ya'ni ularda o'rtacha mana bunaqa maskalar to'g'ri kelmaydi. Unaqa holatda biz kattakonni large deb tanlaymiz. Bu yerda hammasi inglizchada bo'lgani uchun ingliz tilini ham bilish muhim o'rin tutadi. Xo'p, maskani tanladik. Bu yerda kalibrovka degan joyi bor. Ya'ni kalibrovka nima? Har bir apparatni ishlatishdan oldin, masalan, oddiy mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, yurg'izishdan oldin bir zavodda qilib qizdirib olasiz. Bu ham xuddi shunaqa kalibrovka qilib olish kerak bo'ladi. Ya'ni qizdirib olish kerak bo'ladi apparatni. Ozgina bir 2 minut vaqtdan keyin biz bu tayyor bo'ladi apparat, bemor yotish kerak bo'ladi, maska taqiladi bemorga. Demak, mana shu maska olsam bo'ladimi? Da, bo'ladi. Demak, mana shu maskani hozir meni yuzimga taqamiz va men sarflayotgan kislorodni va chiqarayotgan karbon tangidini bu apparat o'lchaydi. Da. Va shu orqali tanam real vaqtda qancha oqsil, qancha uglevod, qancha yog' yoqayotganini aniqlab bera oladi. Hammasini ekranga ko'rsatiladi, chiqariladi. Hammasi yaxshi. Tushunarli. Demak, bu maska juda ham zich yopadi yuzimda. Zich yopishi kerak bo'ladi, chunki agar ozgina yonlaridan havo kiradigan bo'lsa ham natija to'g'ri, endi 100% ga bormay qolishi mumkin. Agar qachonki zich bo'ladigan bo'lsa, natija 100% ga yaqin chiqadi. Bo'ldi, mana apparatimiz tayyor. Demak, maskani taqib olamiz, ushlab turasiz. Ya'ni boya aytganimizdek, maska zich taqilishi kerak. O'zi och qorindamidingiz? Agar nimadir yeb qo'ygan bo'lsangiz, ko'p aniqroq chiqmaydi, shunisi bor. Nafas olib chiqaramiz. Yana bir marta. Bo'ladi. Yotamiz. Bo'ldi. Testimiz boshlandi. 15 minut tinch holatda bemorimiz yotish kerak bo'ladi. Bu yerda asosiy ko'rsatkichlar, mana hozir ham birato'la tushuntirib ketaman. Birinchi nima? Mana bu yerda umumiy kilokaloriya. Hozir yuqori chiqyapti, lekin bunga ishonish kerak emas. Bu oxirida 15 minutdan keyin aniq natijani ko'rsatadi. Bu kilokaloriya, tinch holatdagi sarf bo'layotgan kilokaloriya. Bu yerda vaqt, ya'ni vaqt 15-20 minut oralig'ida bo'lishi kerak. Bu boya aytganimizdek kislorod, organizmga qabul qilayotgan kislorodimiz va chiqarayotgan karbon dioksid sarfimiz hisoblanadi. Bu dihatelniy показатель, ya'ni nafas olish ko'rsatkichi. Bu yerda boya aytganimizdek jir, ya'ni yog'larni parchalanishi miqdori, uglevodlar hamda belok ko'rsatilgan. Yana 15 minutdan keyin asosiy natijalarga qaytamiz. Demak, 15 minutga borib qoldi mana analizimiz, testimiz. Endi tugatsak bo'ladi. Xo'p, o'tiring. Men sizlarga hozir tushuntiraman, ya'ni bizda qanaqa natija bo'lganini. Demak, bu bizning natijamiz, ya'ni natijaga qanaqa men hozir tushuntirib o'taman, ya'ni biz nimani oldik hozir bu tekshiruvdan. Birinchi o'rinda siz uchun normal metabolizm tinch holatda 2193 ekan. Ya'ni bu sizni bo'yingizga hamda yoshingizga nisbatan bu ko'rsatkich. Lekin o'zingizni individual hozir ko'rsatkichingiz bo'y hamda yoshga nisbatan ancha baland, 3160. Siz tinch holatda o'zida 3160 kilokaloriya bir kunda sarf qilasiz. Endi buni o'sha maxsus formulalar ishtirokida qo'yib, siz bir kunlik umumiy kilokaloriya sarfingizni topib olsangiz bo'ladi. Demak, mana 3160 bu mening tinch holatdagi energiya sarfim. Xuddi shunday. Ya'ni men hozir qo'shimcha yuklama bajarsam, ish bajarsam, sport bilan shug'ullansam, oddiy kitob o'qisam ham bu. Chunki markaziy nerv sistemi ham qanchalik ko'p ishlasa, organizmda shuncha energiya baribir ajralib chiqadi.
Demak, bu sizni energiya sarfingiz. Endi bu ko'rsatkichga keladigan bo'lsak, aynan mana shu 3160 kilokaloriya mana shu ko'rsatkichlar orqali sarflanadi. Ya'ni siz hisoblab chiqadigan bo'lsangiz, uglevod, belok, jirni, ya'ni koeffitsiyentga mana shu kilokaloriya chiqib keladi. Chunki bizda kilokaloriyani asosan uglevod, oqsil hamda yog'lar beradi. Chunki suv masalan kilokaloriya hosil qilmaydi. Nima deydi? Hosil qilmaydi. Masalan, vitaminlar yoki mineral tuzlar, ular hech qanaqa organizm kilokaloriya bermaydi. Faqat kaloriya beradigan oqsil, yog' hamda uglevodlarni olsak bo'ladi. Demak, mana shu grafikka binoan, demak, men hozir tushunishim mumkin, meni tanam ko'proq uglevod sarflayapti. Xuddi Mana shu shunday. vaqtda uglevod, juda kam miqdorda oqsil va Xuddi shunday. taxminan 3 dan 1 yog'. Da. Agar siz endi asosiy savol mana shu joyga to'g'ri keladi. Masalan, siz agar og'irlik ves tashamoqchiman, ya'ni ozmoqchiman deydigan bo'lsangiz, iloji boricha ratsioningizdan uglevodli mahsulotlarni olib tashlashingiz kerak. Chunki sizda uglevod sarfi yuqori. Qanchalik siz uglevodli mahsulotlarni ratsioningizdan olib tashlasangiz, mana bu jir 165 gram bo'lgan jir balki 200, balki 250 gramga oshar. Ya'ni organizmingizdagi bor jir safarbar qilinadi. Organizmni o'sha kunlik sarfini to'g'irlash uchun. Mana Shavkatilla aka masalan bu videoni ko'rgandan keyin o'ziga xulosa qilib, demak, meni metabolizm darajamni o'lchab, ozsam, sog'lom ozsam yoki vazn to'plasam bo'lar ekan degan kuzatuvchilar paydo bo'lishi mumkin-da. Masalan, bu tekshiruvga kelishdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak? Masalan, biz qon topshirishdan oldin ovqatlanmay keling, och qoringa keling degan har xil sabablar ko'rsatilib, bu tekshiruvdan o'tish uchun nima qilish kerak? Endi bu tekshiruvdan o'tish uchun agar sport bilan shug'ullanadigan, masalan, hamma yoshlarimiz ham faqat uyda o'qish yoki ish bilan mashg'ul emas, sport bilan shug'ullanadigan yoshlarimiz ham bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda, agar siz zalga chiqib sport bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, tekshiruvga kelishdan oldin zalga chiqishingiz kerak emas. Bu bitta misol. Chunki agar kecha siz masalan oddiy kuchli trenirovkada bo'lgan bo'lsangiz, polibom bu metabolizmingiz yuqori chiqadi. Ya'ni aniq chiqmaydi. Demak, masalan, men kechqurun suzishga borgan, taxminan 1,5 kilometr suzganman. Bugun kelishingizni biz tavsiya qilmaymiz. Chunki metabolizm yuqoriroq chiqishi mumkin. Shuning uchun ham balandroq chiqqan bo'lishi mumkin. Bu birinchisi. Endi bu sizga ham sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi. Ikkinchisi albatta och qoringa kelish tavsiya qilinadi. Ya'ni oxirgi qachon siz kecha kechqurun kamida 8 yoki 9 ovqat yegan bo'lishingiz kerak. Orada masalan 12 da yoki kimdirlar ovqatlanadi. Misol uchun o'sha ham to'g'ri kelmaydi. Chunki siz ovqat yeganingizdan keyin kilokaloriya boshqacharoq chiqishi mumkin. Bu ikkinchi sabab. Keyin suv ichishingiz mumkin, tishingizni yuvishingiz mumkin va tekshiruvga kelishda albatta tayyor holatda kelishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda menda masalan normaga nisbatan sarflayotgan biroz balandroq chiqdi. Buning sababi hozir men to'g'risi ertalab nonushta qilganman. Hammasi bizda chunki spontan bo'ldi, nonushta qilganman. Kelishdan biroz oldin o'sha gazli, o'sha shakari bor ichimlik iste'mol qilganim uchun o'sha narsa ta'sir qilgan. O'zim men ham o'yladim, sizniki qachonki 3000 dan yuqori chiqadi, qachonki sport bilan muntazam ravishda shug'ullanadigan insonda odatda 3000 dan yuqori chiqardi. Mana siz o'zingiz aytdingiz, ovqatlanganman deyapsiz, yana orada gazli ichimlik, yana boshqa narsalar albatta metabolizmni ko'tarishiga sababchi bo'lib qolgan. O'shaning uchun e'tibor berish kerak. Har bir tekshiruvchi tekshirishdan, o'sha tekshiruvga kelishdan oldin обязательно e'tibor berish kerak. Shu qoidalarga e'tibor bersangiz, aniq chiqadi. Ovqatlanish, keyin bir kun oldin kamida yuklama, jismoniy yuklama, og'ir jismoniy yuklama bo'lmasligi kerak. Tushunarli, yaxshi. Xo'p, masalan deylik, bu o'sha tinch holatdagi energiya sarfim mening. Lekin misol uchun men haftani deylik tog' kunlarida suzishga boraman. Ko'proq energiya sarflayman. Shuni men qanday hisoblasam bo'ladi? Masalan, hozir men to'g'ri qo'limda smart soat bilan buni hisoblay olaman, lekin soatim bo'lmagan holatda men qanday qilib buni aniqlasam bo'ladi? Bir kunda qancha energiya sarflayotganimni. Xo'p, bir kunda siz siz birinchi o'rinda bilishingiz kerak bo'lgan narsa kunlik umumiy holatda chiqadigan ko'rsatkich. Shuni приблизительный, taxminan bilib olishingiz kerak. Bazal metabolizm ko'rsatkichi. Bazal metabolizmni siz o'zingiz uchun bilib olsangiz, maxsus formulalar bor, koeffitsiyentlar bor. O'sha koeffitsiyentlar orqali siz bir kunda qancha umumiy kilokaloriya sarf qilyapsiz, uni topa olsangiz bo'ladi. Ya'ni PAL koeffitsiyenti deymiz-a? PAL koeffitsiyenti bo'yicha topa olsangiz bo'ladi. Ya'ni ularni 3 guruhga bo'lingan. Agar siz yuqori yuklamali hayotda yashaydigan bo'lsangiz, koeffitsiyent ko'tariladi 2 yoki 2,2 gacha. Agar siz o'rtacha faoliyatda bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni yurish, yugurish bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz 1,7. Agar siz umuman sust hayot faoliyatida bo'ladigan bo'lsangiz, aynan o'sha bazal metabolizmni ko'rsatkichini 1,6 yoki 1,4 ga ko'paytirib umumiy kilokaloriya sarfini topa olsangiz bo'ladi. Tushunarli.
Demak, bu bizada hozir bazal metabolizm koeffitsiyentini bu aniq ko'rsatkichi, chunki bu har Aniq qurilmada ko'rsatkichi. o'lchandi. Xuddi shunaqa. Endi masalan ba'zi dietologlar, nutrisologlar uy sharoitida hisoblashda ham formulalarni aytadi-da. O'sha tana vazningda deydi, vazningni 24 ga ko'paytirasan deydi. Masalan, men 80 kilogrammman. Masalan, men tana vazn indeksimni, tana vaznimni 80 ni 24 ga ko'paytirsam, bu kam chiqadi. Taxminan 1980 kilokaloriya chiqadi-da. Lekin bu yerda ko'rib turibmiz, aslida unaqa emas. Aslida unaqa emas. Aslida unaqa emas. Demak, bu formulalar nisbiy, to'g'rimi? Nisbiy olingan. Chunki har doim ham sizga aniq natijani beradigan, endi hozir yangi zamonda yashayapmiz. 21-asr, hozir texnologiyalar asrida o'sha formulalarga nisbatan haqiqiy apparatlar sizga 100% natijani bermasa ham 90-95% aniqlikdagi natijani o'sha apparatlar beradi. O'shaning uchun обязательно tekshiruvga kelib, o'zingiz uchun o'lchashingiz kerak bo'ladi. Demak, tekshiruvga kelib bir marta o'lchab olsam, keyin U o'zingiz uchun bazal ketadi. metabolizm koeffitsiyentini bilaman, Bilasiz. fizik aktivligim koeffitsiyentini bilaman, shuni ko'paytirish orqali energiya sarfimni kunlik nazorat ostida Xuddi ushlab tursam bo'ladi. Shu orqali vazn to'plashim yoki vaznni kamaytirishim mumkin bo'ladi. Faqat bu narsa endi doimiy emas. Chunki sizni og'irligingiz o'zgaradi, orada muhit o'zgaradi, qish, yoz fasli boshqa bo'ladi. Demak, men Bu kamida 3 oy muddatda, 3 oydan keyin yana sizni bazal metabolizmingiz o'zgarishi mumkin. demak eng kamida 3 oy. Bo'lmasa har Kamida oy uch tekshiruvdan oy. o'tib tursam yaxshi. Shunaqa. Xo'p, keyin masalan hozir Instagram ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'ramizda, metabolizmingni tezlashtirishing uchun deb ertalab turasan, bir bo'lak limonni suvga solasan, ichasan deydi. Mana shu haqiqatmi yoki bu mifmi? Shu metabolizm bir bo'lak limon tezlashtirib yubora oladigan darajada kuchga ega? Endi bu qachonki sizga natija beradi, qachonki siz doimiy ravishda o'sha faoliyatda bo'lsangiz, ya'ni to'g'ri siz ham aytganingiz, o'zi birinchi navbatda eng birinchi ertalab uyg'onib bir stakan suv ichishimiz o'zi metabolizmni, organizmni uyg'otadi. O'shaning uchun aytiladi, har doim uyqudan uyg'ongandan keyin bir stakan suv ichish kerak deb. Limon ham endi qachonki endi u umumiy olingan. Masalan, kimdadir davleniyasi umuman misol uchun normada bo'lmasligi mumkin. O'shanaqa holatda biz tavsiya qilmaymiz limon yoki bo'lmasa. Aynan metabolizmni oshiradigan holatlarda biz qachonki siz jismoniy faoliyatingizni yuqori o'ringa chiqarsangiz, o'shanda metabolizm oshadi. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda yeydigan mahsulotlaringiz. Shunaqa mahsulotlarni siz tanlab yeyishingiz kerakki, ya'ni shirinliklardan voz kechish kerak, gazli ichimliklar, fast fooddan voz kechish kerak, iloji boricha ratsionga oqsilli, sabzavot, mevalar qo'shish natijasida siz metabolizmingizni nisbatan oshirishingiz mumkin. Nisbatan, lekin asosiy metabolizmni oshiradigan faoliyat bu sizni jismoniy harakatingiz bo'ladi. Keyin yana bir narsa, masalan, metabolizm yosh bolada tezroq, yosh o'tgan sari metabolizm kamayib boraveradi, to'g'rimi? Har insonlarda yosh bolaga qarang metabolizm jarayon sekin kechadi. Mana shu metabolizm ko'rsatkichini doimo o'sha yuqori ushlab turish organizm uchun o'zi foydalimi? Albatta, bu qachonki foydali, qachonki siz agar umumiy doimiy ravishda jismoniy sportda ichida yurgan odam bo'lsangiz, siz majbursiz metabolizmingizni yuqori ushlab turishga. Ya'ni shunaqa sportchilarimiz bor, faoliyatini umuman sportga bag'ishlagan. Yoshligidan toki 40-50 yoshgacha hamda hattoki ular sport bilan shug'ullanadi. Bunaqa holatda biz tavsiya qilamiz doimiy baland bo'lib yurishini. Lekin shunaqa insonlar bo'ladiki, organizmi masalan davleniya, ya'ni qon bosimi bilan og'rigan bemorlarimiz bor. Ularda metabolizmi agar doimo yuqori yuradigan bo'lsa ham, u ham bir tarafdan minusga olib keladi. Chunki sizning metabolizmingiz yuqori degani yurak faoliyati yaxshi ishlayapti, ya'ni tezroq degani. Shunaqa bemorlarimiz bor, ularda metabolizmni agar juda ham oshib ketishi o'ziga minus bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun bu narsa individual yondashiladi. Har bir shaxs o'ziga yoshi, jinsi, yoshiga обязательно qaraladi. Tushunarli, yaxshi. Xo'p, masalamiz bor edi. Keyin Shavkat aka, yana bizada tanamda qancha miqdorda yog' bor, qancha miqdorda oqsil, uglevod borligini men qanday bilsam bo'ladi? Mana shu metabolizm faolligiga qarabmi yoki uni ham bir maxsus qurilma bilan o'lchasak bo'ladimi? Endi bu yaxshi savol berdingiz. Bu juda ham hozirgi vaqtda ham dolzarb masala, chunki bemorlar kelsa birinchi o'rinda biz
BMPdan tahlilini qilib ko'ramiz. Chunki bu apparat bizaga chiqarib beradi qancha sizda yog', qancha muskul, qancha suv va indeks massaviy tela deyiladi. Ya'ni biologik yoshdan tashqari IMT ko'rsatkichlari hammasini ko'rsatib beradigan apparat hisoblanadi. Agar xohlasangiz o'sha apparatni ham ko'rsatib tushuntirib berishga tayyor. Zo'r bo'ladi, albatta. Chiqasiz. Xo'p, bu yerda bu o'zini registratsiyasi bor, ya'ni maxsus ma'lumotlar kiritiladi. Birinchi o'rinda agar sportchilar bo'ladigan bo'lsa, biz atletikni belgilaymiz. Sizga hozir standartni belgilaymiz. Male, female, male, age, yosh. Necha yoshsiz? 28 yosh. 28 yosh. Xo'p, bo'y, height 180. 180 va oxirida enter bosilib buni ushlaysiz, qo'lingizga ushlab turasiz. Ya'ni bu tekshiruv amalga oshirilyapti hozir. Bo'ldi, qo'yamiz. BMPdan nomlanadi va bunda hozir quyidagi ko'rsatkichlarni ko'rishimiz mumkin. Sizni birinchi o'rinda og'irligi 80 kg, 600 gram. Bu foiz ko'rsatkichi jirga, ya'ni umumiy yog' miqdoriga tegishli. Sizda 19.4% yog', 15.6 kilogramm, kilogramda 15.6 kilogramm yog' mavjud organizmingiz, tanangizda. Bu ko'rsatkich. Bu yoq tarafi esa siz trunk, bu yerda endi inglizcha yozilgan, trunk degani mana tana o'sha qo'l oyoqdan tashqari bo'lgan qism, ya'ni tana gavda qismi hisoblanadi. Umumiy 22.3% va bu yerda o'ng qo'l, chap qo'l, o'ng oyoq, chap oyoqda отдельно ko'rsatiladi bu apparatda. Keyingisi mana bu muskullarga tegishli. Sizda 76.7% da kilogramda 61.8 kilogramm muskullaringiz bor. Xuddi shunaqa qilib, ya'ni tana qismida muskullarni o'ng oyoq, chap oyoq, o'ng qo'l, chap qo'lda ko'rsatilgani. Xo'p, bu suv ko'rsatkichlari, sizda suv yetarlicha 56%, kilogramda esa 45.1 kilogramm tashkil qiladi. Keyingisi bu 5 abdominal jir, ya'ni qorindagi visceralni jirlar. Qorindagi ichki organlardagi jirlar 5 ko'rsatkich. Normada 2 dan 9 gacha bo'ladi. Sizda bu ko'rsatkich normada hozir. Keyingisi bu kilojoul hamda kilokaloriya. Kilojoulga hisoblashni bilasiz, ya'ni bu kilokaloriyani 4 barobar ko'paytirilgani kilojoulni beradi. Bu kilokaloriya esa taxminiy ko'rsatkich, ya'ni bir kunda siz sarf qilayotgan, lekin asosiy bu taxminan ko'rsatadi, lekin mana bu ko'rsatkichda boyagi metabolograf apparatimiz aniqroq ko'rsatib beradi. Demak bu bazal, ya'ni asosiy modda almashinuv xuddi shunday ko'rsatkichi. Bu mana bu apparat orqali, lekin aniq ko'rsatmaydi bu. Asosiy ko'rsatkichimizni o'sha apparat orqali tekshirsak bo'ladi. Bu taxminiy. Vazn va bo'yga qarab o'lchangan. Vazn va bo'yga qarab, xuddi shunaqa. Bu taxminiy. Xo'p, boya aytganimdek, biologik massaviy tela, ya'ni indeks massaviy tela sizda 24.9, ya'ni 25. Agar 25 bo'ladigan bo'lsa normada. 25 dan 30 gacha bo'lsa избыточный massa deyiladi. 30 dan yuqorisi semizlikni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajalariga to'g'ri keladi. Va shu oxirgi ko'rsatkichlar shu asosan. Tushunarli, rahmat katta. Mana do'stlar, Shavkatilla aka ustozimiz bilan ikkita apparatni biz ishlash mexanizmini va real misollar bilan, amaliyot bilan ko'rib o'tdik. Buning uchun Shavkatilla akaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va Shavkatilla aka o'sha o'zi metabolizmni o'lchash, hisoblash bizaga qanchalik foydali, ayni hozirgi hayotda kerakmi? Endi hozirgi hayotda agar sizda ortiqcha vazn bo'lmasa yoki massa yetishmasligi bo'lmaydigan bo'lsa, metabolizmni o'lchash bu o'zingiz uchun, o'zingiz sog'ligingiz uchun tekshirgan bo'lasiz. Agar sizda ortiqcha vazn yoki vazn yetishmasligi bo'ladigan bo'lsa, eng katta yechim bu metabolizmni o'lchash hisoblanadi va o'sha natijaga qarab dietolog sizga tavsiya beradi. Masalan, oddiy kardiologga borsangiz, sizni yuragingizni tekshirish uchun ham EKG qiladi va o'shanga qarab lecheni yozib beradi. Bu metabolizm apparati shunaqa apparatki, sizda natijani olib, dietolog sizga kerakli tavsiyani qilib beradi. Va shu bo'yicha siz vazn tashlashingiz mumkin yoki vazn olishingiz mumkin. Demak, hozir ko'pchilikda jamiyatda ortiqcha vazn muammosi bor. Albatta.
Masalan, demak, internetga chiqib olib aytishadi, kam yesang ozasan. Demak, bu har doim to'g'ri To'g'ri kelmaydi. kelmaydi. Har bir Chunki insonda individual holat bor. Albatta, individual yondashmasangiz, u ertaga natija bermaydi. Yoki og'ir oqibatga olib kelib qo'yishi mumkin. Albatta. Tushunarli. Shavkatilla aka, Sog' bo'ling. sizga kattakon rahmat. Hop, Bunga ishingizga amaliyot omad. uchun. Agarda kimda-kim masalan metabolizmini bilib, sog'lom vazn tashlamoqchi yoki sog'lom vazn olish niyatida bo'lsa, bemalol o'sha Toshkent shahridagi sport tibbiyot markaziga kelib, mana ustozim Shavkatilla aka bilan maslahatlashib, maslahatlarini olib, yaxshi natijalarga erishsalar bo'ladi. Endi bu sizlar uchun tavsiya ham maslahatimiz. Hammaga rahmat, salomat bo'lingizlar. Va mana shu videoda biz Shavkatilla akani manzillarini va ma'lumotlarini videoni opисание qismida yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Albatta, xohlagan vaqtingizda kelsangiz bo'ladi. Qachonki sizda og'ir vazn, ortiqcha vazn yoki hattoki massa yetishmasligi muammosi bo'lsa ham, bizning eshigimiz ochiq. Mana aniq tekshiruvlar asosida sizga dietolog xizmatini biz taklif qilamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat. Hop. Insonlardagi metabolizm jarayonidagi energiya sarfini hisoblash biz uchun, ya'ni bizning hayotimizda muhim bo'lgan bir qismlaridan biri hisoblanadi. Buni abituriyentlik paytimda men ham bir o'rganganman nazariy jihatdan, lekin bu qanday hisoblanadi, bu amaliyotda o'zi qanday bo'ladi, bu haqida hech qanday tushunchaga ega emasdim. Va mana sizlar bugun ushbu video orqali aynan bilvosita kalorimetriya usuli va metabolograf apparati va bu apparat yordamida qanday qilib energiya sarfini hisoblashni o'rganib oldingiz, tanishib chiqdingiz va albatta bu video sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bizda bunday videolarimiz davomli bo'lishi uchun kanalimizda izohlar qismida faol bo'ling va yoqtirmani bosib qo'ying va navbatdagi amaliyot videolarimiz qaysi mavzuda bo'lishini xohlaysiz. Ya'ni abituriyentlar uchun, umuman biologiyadan o'rganayotganlar uchun qaysi mavzudagi amaliy videolar sizlar uchun qiziq bo'ladi. Va biz bunday videolarni sizlar uchun albatta tayyorlashga tayyormiz. Sog' salomat bo'ling.